xato deymizmi, gunoh deymizmi, hattoki bilmayman nima deyishni ham. Mana ichimizda Allohning bir nuri bor, bu jonimiz, bizga berilgan ruhimiz. Bu dunyodan ketganimizda mana shu ruhimiz tirik qoladi va u abadiy. Allohning bir nafasi bo'lib sizga ichingizga kirgan ruhingizni aslida shu qadar kamsitasizki, meni qo'limdan kelmaydi, men baxtsizman, men hayotim bu, men u. Diqqat, fokus faqat yomon narsaga qaratilgan. Lekin aslida olsangiz agar har bir insonni, hattoki juda baxtli insonni ham qani siz bitta o'zingizni hayotingizni gapirib bering desa, juda ham ko'p bosib o'tgan yo'lini aytadi. Ya'ni hammada bor, hayotida bosib o'tgan yo'lda nimadirlar bor. Lekin uning plyusi, ya'ni uning sizdan farqi, u baxtli, siz esa yo'q. Nima uchun bilasizmi? Chunki u diqqatini hozir va shu yerdaga qaratyapti va u diqqatini plyuslariga qaratyapti.